Assalomu alaykum aziz Cherry Urganch obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda biza Cherry Arizo 6 Pro avtomobillari haqida gaplashib o'tamiz. Ayniqsa shu intelligent komplektatsiyasi haqida. Endi avtomobilga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda tan narxi 269 million 900 ming so'm tashkil etib turib, siz xohlasangizlar naqd, xohlasangizlar imtiyozli kredit, xohlasangizlar foizsiz bo'lib to'lash, xohlasangizlar umuman cho'rni deyotgan odam bo'lsam, lizing asosida avtomobillarimizni xarid etsangizlar bo'ladi. Endi intelligent komplektatsiyaning xarakteristikasini to'xtalib o'tadigan bo'lsak, avtomobilimiz 1.5 turbo motor bilan 147 ot kuchi bo'ladi, korobkasi variator bo'ladi. Shahar yerini o'rtacha rasxodi 8-8,5 litrni tashkil etadi. Trassa rejimida esa 4,5 litrni tashkil etadi. Avtomobil o'zi asosan ikki xil rejimda, ya'ni eko bilan sport rejimlarida harakatlanib biladi. Endi tashqi dizaynga e'tibor beradigan bo'lsak, Lexus'ga o'xshab ketadigan oblisovkalari, polni LED optika farlari, 17 razmer diska balonlari, konni diska balon bo'ladi, sportivniy. Keyin bakoylarında intelligent komplektatsiyani pоворotnik chiroqlari и 360 gradus kamerasi, undan tashqari girishdan bir o'zining logotipini eshikni ochgan vaqtida pastga tashlab berib turadigan logolari bo'ladi. Eshikni aytganimizning bezключевой dostupi bor. Bezключевой dostup bo'ladi, knopkali emas, sensorli bo'ladi. Ya'ni avtomobilga kilit yaqin kelsa, o'zi avtomatik eshiklarni ochib beradi, uzoqlashib ketsa, o'zi avtomatik ilib beradi. Avtomobilimizda lyuk bor. Bakoylarında sepoy zona datchiklari bo'ladi. Bu degani sizlar xohlasangizlar polni tonirovkani tortib turib, haydab yursangizlar ham hech qanday qiyinchilikka uchramaysizlar. Sababi yonboshdan orqadan qisib kelgan mashinalarni sepoy zona datchiklarimiz ko'rsatib beradi. Salonni ichi keng bo'ladi. Orqadan 3 kishi bemalol o'tirib joylashib harakatlanib ketsa bo'ladi. Bundan tashqari borimiz bor, kattagina ichida. Mana borning orqa qismidan deflektorlar o'rnatilgan. Quruq oldindan emas, orqadagi yo'lovchilar uchun zadniy deflektorlardan foydalanib havoni almashtirib tursa bo'ladi. Bundan tashqari orqa sidinalarimizdan podogref bo'ladi. Oldindan, orqalaridan, rullaridan podogref sistemalari bo'ladi. Orqasida mana USB portlari bor. Даже orqada o'tirganlar ham telefonni, elektronniy uskunalarni zaryadlab ketsalar bo'ladi. Usti kuzov otsengonniy bo'ladi, zanglamaydi, chirimaydi materiali. Zavod tarafdan 5 yil 150 ming kilometr garantiya beriladi. Garantiya asosida o'zlarimizda polni servis xizmatlari ko'rsatiladi. Bagajnikine to'xtaladigan bo'lsak, 482 litr ob'em bo'ladi. Mashin aytib o'tganlarimizning 1.5 turbo MPI motor bo'lgani sababli ofitsialniy salon tarafdan misoli tavsiya etilgan yerda propan qo'yadigan bo'lsalar, 5 yil 150 ming kilometr garantiyasi buzilmaydi, ya'ni propanni. Lekin metan qo'yishgandim degan mijozlar uchun ham bemalol metanda yuriydi, prosta garantiyasi bo'lmaydi. Lekin metandan bemalol yuradi. Polnini bagajliklar ham orqalari o'ralgan, ortiqcha bagajdan shumlar, boshqalar gap turmaydi. Bu yerda ushlab tortadigan ruchniklari, zadniy kamera и orqa parktronikalari bo'ladi mashinada. Zadniy stoplarni ham ko'rishingiz mumkin, polni LED etib ishlangan bo'ladi. Endi salonning ichki qismidan nazar soladigan bo'lsak, multifunksiyonalniy elektronniy rul bo'ladi. Bu yon tarafda adaptivniy cruise control, полоса удержания, ekstremniy samotorможение управление knopkalari, o'ng tarafda esa polni multimedia управление knopkalari joylashtirilgan bo'ladi. Bundan tashqari elektronniy tablosi, o'zining monitori, skorost rычаглari ham yana joystick usulida ishlangan bo'ladi. Mashinada start stopi, datchik dajda, даже oldingi loboviy bakoylaridan spiral o'rnatilgan bo'ladi. Yana aytganimizning Eco Sport rejimlari, 360 gradus kamera knopkalari, bunda esa полоса удержания knopkalari o'rnatilgan bo'ladi. Bellarında ise bakoy aynalarni и oldingi faralarni regulirovka atadigan knopkalari o'rnatilgan. Mashinamizda telefon besprovodnoyimiz bor, borimizda kattagina. Podstakanniklarimiz bo'ladi, ruchnoy tormozlarimiz bo'ladi. Avto holtanacha bodaj. Xohlasangizlar mexanik rejimda o'tirib harakatlanib yursangizlar bo'laveradi mashinada. Endi narxini aytib o'tdik, 269 million 900 ming so'm. Sizlar xohlasangizlar 5 yilgacha foizsiz bo'lib to'lasangizlar bo'ladi. Bundan kichik bo'ladi. Boshlang'ich to'lovga qarab turib muddat belgilanadi. Misol 15% to'lasangizlar, qolgan qismini 15 oyga. 30% to'lasangizlar, qolgan qismi 28 oygacha, 1,5 yilda. 40% bilan 36 oygacha, 50% bilan 36 oygacha, 60% bilan esa qolganini 5 yil hech qanday foizsiz bo'lib bersangizlar bo'ladi. Bundan tashqari 30% pulim bor, lekin oryanni 28 oy to'lash imkoniyatim yo'q desangizlar, imtiyozli kredit asosida chiqarib beriladi. Misol 30% boshlangan to'lansa 5 yilga 9,5%dan.
40% to'lansa 8%dan, 50% to'lansa 3,5%dan ketaveradi mana 5 yilgacha. Endi bundan yilini qarab turib, boshlang'ich to'lovga qarab turib, imtiyozli kreditda foizlar o'zgaradi.